أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Sağdaşlar biz aldığın dersimizde şu faslı ve vaslınınki beşini sözlep kelgen tok. İki cümle bir abzasta, yani ağırın kelgen vaxtıda iki cümlenin oturdaki münasibetke bağlanışıqı qarab turup faslı yoki vaslı keltirildi deb faslı qilishninki 5 o'rinni oldingi darslarda so'zlab o'tgan. Vaslı qilishninki 2 o'rniga bugun dars kelgan. Avtor vaslı qildigan o'rinlarni tilga olib deyotdi. Ammal vaslu fayakun. Ammo biz ikki cümlening o'tirini va bilan atf qilishning shartini kallamiz bir tushunishga to'g'ri keladi. İki cümle favqul addı münasibetsiz olib kelsa fasl qilinadi. Oldingi soatlik darslarda biz bunu bayon qildik. Favqul adda birisi-birisiga yig'inchoq munosabatli olib kelsa, buni bo'ladi ham fasli bo'ladi. Chunki ikki jumla xuddi bir jumladaklar. Ondan keyin biz mush asosda biz 4 ni chiqardik. Kamal inqita, kamal ittisal, shibi kamal inqita, shibi kamal ittisal. Ondan keyin tavassut baynal kamalayn kep qilib vaslı qillan da olsa deb tursak, bu yerda birining bo'lib qolsa, mani bo'lib qolsa, vaslı keltirishdan vani bo'lib qolsa, yana nima bo'ladi? Fasl bo'ladi. Ya'ni ikki hukmni bir hukmda qilish maqsad qilinmagan bir holat bo'lib qolsa, buni biz oldingi soatlik darsda deb o'tdik. Shunga oldingi soatlik darsdagi 5ning 4 esligini qoldi. Birisi at-tavassut baynal kamalayn bir turini men davomli deb aytayapman. At-tavassut baynal kamalayn hem fasliga hem vasliga yaraydi. Əminiyyətdə normalda at-tavassut baynal kamalayn deb qalsa vasl olurdu. Yəni iki cümlə birisi-birisiga qanaqıldı, atf qılındı. Amma atf qılsaq məna xata düşünülüş ehtimal olub qalğan vaxtda ondan keyin fasliga təvə olurdu. Demək bizning faslidagi 5 babning 4'i şu 4 dani kamal, birisi at-tavassut baynal kamalaynninki şu vaslı keltirsek xata oladigan, ma'na xata chiqadigan, yani mani bo'lgan tarafi dal faslining 5-si. Ammo shu at-tavassut baynal kamalaynni biz vaslni ham tilg'alimiz mani yo'q vaqtida. Ammo shuning uchun biz deyishimiz to'g'ri keladi. Vaslininki asosliq ikki jumlaning o'tiridagi munosabat xarakteri ikki jumla birisi-birisidan boshqa mazmun bo'lishi kerak. Zid emas, men gap tushunishga olsin. Butunlay bir emas, zid emas, bir emas, boshqa. Va ikkisi birisi bilan o'rtoqlashtirish maqsad qilingan bo'lishi kerak. Xuddi biz darsning boshida deb o'tgandek, ikkinchi jumlani birinchi jumlaga mazmun jihatda qana qilish, ishtirok qilish maqsad. Ana bir gapni uni olaylik. İki cümle oturda at-tagayur vel iştirak bo'lsa shu vaqtda vasl qilinadi. Vasl qilingan o'rinning hammasi bu hukmda bo'ladi. Avtor buni ikki xil turga ayirib keldi. Birisi xato vahmini qana qilishni dafi qilish. Biz bayat qildik ya, at-tavassut adatda shibi kamal inqita bila iham dedik. Şu fasl qilgan o'rinlarda oldingi soatlik darsda ikki jumla butunlay boshqa jumla. Butunlay boshqa jumla ma'ni jihatda birisi ixbar, birisi insha. Ma o'rinda fasli keltiriladi, bila iham bo'lgan vaqtida, ammo bil iham bo'lib qolsa, ya'ni ikki jumla fasli keltirsak, fasli keltirsak, ma'na xato chiqish ehtimoli bo'lib qolsa, shu vaqtda fasli keltiriladi. Buni iham deb qilish degani shu. Kamal inqita bila ihamdagi bila iham yo'q. Kamal inqata ma'al iham bo'lib qolsa shu vaqt vasli keltiriladi. Masalan, la va ayyadakalloh degan misoldan kelibdi. La degani jumla xabariya bo'ladi. Ayyadakalloh degani jumla nima bo'ladi? İnşaiya bo'ladi. Biz doktorxonaga birisini yo'qlab kelsak, kasal bizga shikoyat qildi. Voy, anda og'rib qoldim, bunda og'rib qoldim, men o'lib ketadigan o'xshayman desa, biz nima deymiz? La va shafakalloh. Va unda emas, unda olmaydi. Allah sizga shifo bersin deymiz. Men ikki jumlaning boshidagi la degani jumla xabariya bo'ladi. Va shafakalloh degan jumla mavjud kitobda keltirilgan va ayyadakalloh, sizga Alloh yordam bersin degan ma'noda. Shafakalloh degan jumla inshaiya bo'ladi. Ma'nan labza jumla xabariya bo'lgan bilan ikki jumla
labzan ma'nan ixbor inshoalloh nuqtasidan muxtalif bo'ldi. Manda holatda faslisiz va vaslisiz, ya'ni atfsiz keltirib, fasli keltirib la shafakalloh desak, u vaqtdagi ma'no Alloh sizga shifoliq bermasin degan bo'ladi. Bu yerda bir xil hukm, ta'tir hukm chiqib qoladi, ma'no ta'tir chiqib qoladi. Shu tufaylidan bu yerda vasli keltiradi bu bir. Men shu vaqtida azroq sizlarga bir narsalarni eskartgan Kamolul inqito bila ihomdagi bil ihom bo'lib qolsa vasli keltiriladi. Bila ihom bo'lib qolsa undan keyin fasli keltiriladi. Bu bir. Ikkinchisi, ya'ni kamol inqito bilan kamol ittisolning ikki holatining o'rtasida kapayish. At-tawassut baynal kamolayn gap qolsa. Ya'ni nima gap bu at-tawassut baynal kamolayn deganimiz? Ikki jumla xabar insho jihatdan labzan yoki ma'nolam qanday bo'lsa ittifoq kelsa biz shu darsidan 5 lam degan abzas shu. Nima bilan birga desa cihat jamia bilan birga degani oldidagi jumlaning keyingi jumlaning o'rtasida to'liq bir munosabat bor. Ya'ni ma'ni jihatda to'liq bog'lanishlik bor. Ilgari jumla majmunning mazmuni bir-biriga ulashgan mazmun bo'lib qolgan vaqtida at-tawassut baynal kamolayn bo'ladi. Madam atf qilsa xato ma'no chiqmasalam, atf qilishdan ma'ni bo'lmasalam, bu o'rinda qanday qilinadi? Vasl qilib atf qilib keltiriladi. Masalan, yuxadi'unalloha va huwa xadi'uhum. Birinchi jumla yuxadi'unalloha, ikkinchi jumla va huwa xadi'uhum. Har ikki jumla xabariya mazmun jihatda bir-biriga bog'lanishlikka birinchi jumla uning qilgan xato qilmishi, ikkinchi jumla ashulning qilgan xato qilmishiga berilgan nima? Jazo. O'g'achqa xuddi qilmish va jazo shaklda bir-biriga bog'langan o'g'achqa ikki jumla o'tirisi vav bilan atf qilinsa bo'ladi. Ya'ni ikki jumla labzan ma'nan xabar nuqtasini ittifoqlashdi. Bu bir. Innal abrara la fi na'im va innal fujjara la fi jahim. Ya'ni dawzax yaxshilar jahannamda bo'ladi, eskilar dawzaxda bo'ladi deb oyatda. Qarasak ikkili jumla, hatto grammatik nuqtasini eshsak, urf mushabbaha bil fi'llik jumlalar ishkilasi, jumla ismiya jumla. Ma'ni jihatda birisi yaxshilarning, birisi yomonlarning, birisi yaxshilarning barar joyi, birisi yomonlarning barar joyi. Ma jihati munosabatlik shunga o'tirg'i va bilan birga keladi. Ya'ni ikki jumla labzan ma'nan xabar jihatda ittifoqlashdi, xabar nuqsi. Va kulu washrabu va la tusrifu, hamma jumla insho jumla va yana hammasi yeyish, ichish va yeyish ichishning ahvoli, to'g'ri va xato ahvoliga munosabatlik mazmun jihat shunga o'tirdi va bilan keladi. Ikki jumla insho labzan ma'nan insho nuqtasidan ittifoqlashdi. Unda boshqa bir misol: va in akhadna mithaqa bani isroila la ta'buduna illalloh va bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna. Mushurunda qulu lin nasi husna deganni la ta'budunaga qanday atf qilinadi? Biz o'ylaymiz endi qulu jumla amr fe'l, buyruq fe'l, bu insho bo'ladi. La ta'budun nafi fe'l bu xabar bo'ladi deyish mumkin, lekin la ta'budun nafi shaklda kelgan nahi fe'l, ya'ni nafi shaklda kelgan nahi fe'l ki ma'nan ixbor. Ma'noqtidan ikkisi ma'ni jihatda insho, ma'nan nima? Insho deyman, ixbor debdimi? Insho demakchi. Ikkilisi ma'nan jihatda insho bo'lgan bo'g'achqa. Ma'nan inshoallohda ittifoq kelgan bo'g'achqa. Uning ustiga birisi bilan munosabatini bandaning qilishga tegishli ishtira nuqtasini munosabatlik bo'g'achqa bu yerda atf keltirdi. Va bil validayn ihson chubun nima uchun atfurdan bo'lsa, avg'u insho ma'nan inshoat o'tirib mavjud desa, buning masalasi tuhsinun ahsinu ma'nasi. Yana bu labzan ixbor ma'nan nima? Insho andog'anda mushoyatdiki la ta'budun va bil validayni ihsana va qulu lin nasi husna deganlarning hammasi labzan birisi ixbor, birisi insho o'g'anda qilgan bilan ma'ni jihatda hammasi insho, mazmun jihatda o'tirdik munosabat kelsak, hammasi yaxshi odamlarda. O'z vaqtida Alloh yaxshi odamlar bo'ladigan kishilardan olgan, ya'ni Bani Isroildan olgan, mushtaqason yaxshidan bo'lasizlar deb olgan ahd misoqlar. Ma'noqtidan hammasi bir-biriga munosabatga ega. Shu boshqa bularni qanday qilayotgan? Bir-biriga atf qilayotgan. Nosa gap shundan oxirlashdi saboqdoshlar. Gap shundan oxirlashdi. Endi gapni qayta xulosalasak, fasli keltirilgan xolis o'rindan to'ti va hozircha kamol inqito, shibi kamol inqito, kamol ittisol, shibi kamol ittisol. Buni hammani o'qib bo'lgan soatlik darsda. Endi at-tawassut baynal kamolayn deb birisi bor. At-tawassut baynal kamolayn agar atf keltirsak, vasli keltirsak, ma'ni olmasa, u vaslning
bir sebebi oldu. Agar mani bo'lib qolsa faslning sababi bo'ladi. Shuning bilan faslga tavavuga hisoblasak 5 o'rinda fasl keltirildi. Buni biz kitobning 5-dan hozir qadar so'zlab keldik. Vasl keltirilgan o'rin, kamal inqitoninki bil iham bo'lib qolgan vaqtida vasli, at-tawassul baynal kamalayning mani bo'lmagan vaqtida vasl anogan 2 o'rinda vasl keltirildi. Jami qancha bo'ldi? Ayri 7 o'rin vaslining o'rni oldu. Endi bu yerda biz mayli darsning oldin solik dars olsun, bugungi dars olsun, ba'zi fasl vaslarga ikki jumla o'tirdi. Cihat jamianing bo'lishi ta'sir ko'rsatganligini deb o'tdik. Cihat jamia degan nima desa, ikki jumla o'tirdiki munosabat. Bu munosabat esoldi bo'lsin, ya amaliy munosabat bo'ladi, normal. Odatdagi normal munosabat bo'ladi. Ya'ni biz aqliy deymiz. Biz bunda o'ylab lekinde ma'nolar ma'lum bor, bir-biriga munosabatga. Masalan, abrorlar bilan yaxshilar bilan yomonlar, ya'ni fujjarlar munosabatga ega. Bunda qalbimiz o'ylaymizda bir sinfdagi kishilar, birisi yaxshilar sinfidagi kishilar. Jahim bilan Naim ikkisi munosabatga ega. Aql jihatdan o'ylaymiz, birisi yaxshilarga beriladigan mukofot, birisi yomonlarga beriladigan mukofot. Bu munosabatlarni yeb ichish o'ylaymiz-da, masalan. Allah'ın aldığımızda her işlerini kılışı, Allah'ın uluğ ceza verişi. Bu hemiz akıl cihet oyunluğun normal münasebet. Bunu biz özümüz düşündük. Yani birisi vehmi münasebet. Vehmi münasebet degen neymi o dese, tasavvurumuzda xiyal kıvalımız. Mesela biz bazı nesile emniyette birisi münasebet iyi olmuşsa mu? Kallı uyumuzda tasavvur kılıp, mesela aqlan qarni tasavvur qilganga o'xshash, aqlan qarni yoki kalimiz o'ylab o'tirib aqlan qarg'a amaliyotda bir-biridan qarshilik munosabat, birisi qara, egiz qara masalan, ammo aqlan seriq desak, amaliyotda bu ikkisi bir-biriga zid emas. Buni bog'lanmaydi. Yangi o'qishni bog'lansin, lekin egiz paslik, oldi keyinlik qarama qarshilik o'qishni bog'lanmaydi. Lekin bizning xiyolimizda, vahmimizda bunda bir shaklda tuyg'ulanlar qanday qildi. Mesela adisi bir şirvat seltirib chiqadi. Biz o'zaro munosabat bo'lmagan nuqtalarni kallimizda o'ylab, mavdugan andaq, mavdugan mundaq bo'ldi deb xiyol qilib qurashtiradigan bir munosabatlar bo'ladi. Buni biz vahmi deb ataymiz. Bu xil munosabat olsun bo'ladi. Üçüncüsü hayali, yani fantazilik, yani yok yani özümüz, mesela her xil fantazilik bir xil ko'rinishlar var. Mesela özümüz oylamagan bir şekilde tasavvur qilamiz. Bir ko'zlik odam mesela, yoki quyruqli odam degandekchi, boshqa bir fantazilik shakldagi tasavvur o'rtaqlik bo'ladi. Ish qilib, demakchi o'g'ini mutakallim o'zining ifodalamoqchi bo'lgan uqumida mayli normal munosabat olsun, yoki xiyolim tasavvurimizdagi munosabat olsun, yoki fantazilik munosabat olsun, ikki jumla o'tirdi munosabat bo'lsa, ikki jumlani bir-biriga atfi qilib bo'lish bo'lmasligiga ta'sir ko'rsatadi. Munosabat bo'lsa atfi qilinadi, bo'lmasa fasl keltiriladi. Buni biz nurg'un ya'ni endi abtur mushudagi jihat jamiani bizga so'zlab davatadi qarangmi? İki cümle oturduğu camiye degan nima, munosabat degan nima desa, iki cümle oturduğu camiye deganimiz ikki cümledeki muslat itibar bilan va ikki cümledeki muslat itibar bilan bo'ladi. Masalan, yash'uru Zaydun va yaktubu, yash'uru Zaydun va yaktubu. Yash'uru yu'ti Zaydun va yamna'u desa, kitobat bilan shariatning tabiiy munosabati bo'ladi. Zaydun amrining ikkisi bir adam munosabati bo'ladi. Birish ba'maslik, masalan, Zaydun sha'irun amrun katibun, Zayd bilan amri ikkisi bir inson munosabati bor. Sha'ir bilan katib munosabati bor. Zaydun tawilun amrun qasirun, masalan, o'tir munosabati bor. Hani xuddi amr Zaydun tarafdan bir sababdan shunday bo'lganda, yoki xuddi ikkisi nazirayligan, ikki o'xshash bo'lganda, mana bir munosabatlar bo'ladi. Fa iza ma arafa as-sami' hal al-ula, Sami birincisining ahvolini bilsa, ikkinchisining ahvolini bilishga qiziqadi. Zayd mavrunda. Ama Zaydun sha'irun amrun katibun. Zaydun sha'irun va amrun katibun deb Zayd bilan amr birisi bilan tanishmagan, Zayd bilan amrini biz kishilashda qilolmaydigan munosabati yo'q holatda buni o'tirib jami bo'lmagan bo'ladi. Zayd bilan amr ikkisi bir saboqdosh. Billa o'quqliq maktabda. Davomli billa yuriydi. Deymanki, Zayd shoir desa, amr nima bo'ldi? Katib. Demak, biz buni ama Zayd degan boshqa bir odam, amr degan boshqa odam. Mening kallamda o'sha kishining qat'iy bog'liqligi yo'q, munosabati yo'q. Zaydun katibun amrun shoirun desa, nima chatig'i buni o'ylaymanki,
Zeyt qo'yning tunishim amrlarni nima chaqirgan yoki amr mening tuniyman zeytlarni nima chaqirgan deyish mumkin. Ikkisi munosabati yo'qda, ikkisi bir ekib qo'yishning hech ahamiyati yo'q. Bu yerda jihat jamia yo'q deymiz. Yoki tuandagi gapimizning aksicha bo'ladiki, Zaydun sha'run amrun tawilun desa, Zaydning sha'rligini amrining egizligining ne münasabati var? Doğanı cihat jamia degan nima desa, muslaymo birisi bilan ma'lum ma'noda bog'lanish kerak, musnatmo birisi bilan ma'lum ma'noda bog'lanish kerak. Mana mushu andan keyin cihat jamia bo'ladi. Xuddi abrarlar bilan fujjarlar o'zaro birisi bilan qarama-qarshilik munosabatga ega. Buning dal xabar qismi fil na'im bilan fil jahim ikkalasi birisiga qarama-qarshilik nuqtasida munosabatga ega. Demak, muslaymo o'zaro munosabatga ega bo'lishi kerak. Musnatmo ham o'zaro munosabatga ega bo'lishi kerak. Muslayning va musnatning munosabati bo'lgan chaqda andan keyin ikki jumlaning o'rtada jihat jamia va deymiz. Mush jihat jamiani biz e'tiborga turib ikki jumlani atf qiladigan va atf qilmaydigan o'rinlarni qana qilamiz belgilaymiz va munosabatlarini tepib chiqib tushunamiz. Gap shu dars mishada tugaydi asli festivalning gapirmishada tugaydi. Endi Imom Sakkaki har doim bizga yangiliklarni gapirdi ya. Mush asosda Imom Sakkakining gapini anglab boqaylik. Imom Sakkaki rahimahulloh deyotdi, ikki jumlaning o'rtidagi munosabat ya aqliy biz normal tushunadigan, o'zimiz bayqab chiqadigan munosabat bo'ladi yoki vahmiy o'zimiz xiyol qilib oladigan yoki fantaziyalik bo'ladi. Aqliy deganimiz u ikki jumlaning o'rtidagi birlik, tasavvur va bir tasavvurda birlik va o'xshashlik bo'ladi. Tasavvur degan jumlaning bo'lak qismida, ya'ni aql bi tajridihil mislayn u ikki o'xshashlikni sirtdagi xarakterdan yalang'ash orqali ta'addudlik kütürlü degeni ve başka narsa degan nuqtani yo'qdi. Ikkisi xuddi bir yerga kelsa bo'ladigan, birlik ifodalansa bo'ladigan narsadek holatga keladi. Yoki ikkisining o'rtasida tadoyuflik bor degani bog'lash munosabati xuddi illat bilan sabab ko'rsatilguchining o'rtasida sabab bilan musabbab oz, ko'p, egiz, paka degandek tadoyuflik bo'ladi. Bu aqliy bo'ladi bu. Egiz, paka, oq-qora degandek-chi. Vahmiy deganimiz o ikkisini tasavvur qilishning o'rtasida shibhi tamasul degani to'liq o'xshashlik yo'q. Ammo o'xshashlik qolgandek bir holat bor. Ya'ni asal o'xshab qolgandek yirik o'xshashlik bor yana. Ya xuddi muxbirana anhu o'g'il ikkisi birda rengi oq, yana birisi rengi nima sariq, ammo biz o'ylab o ikkisini ishga o'xshashning o'rnida oshkor qilishga bir xil yilishildi, yaxtal degani oq sariq o'xshash gap qo'sh ikkisi degandek bir tuyg'uni bo'ladi o'zida. Tuyg'u demakdir. Tuyg'u munosabati, amaliyot emas, tuyg'u. İkisi birisi bilan munosabati yo'q, lekin bizning tuyg'umizdan munosabati bor. Xuddi shunlashqa uch narsani o'tirni bir yerga kelib qo'yish to'g'ri bo'ldiki, go'zal bo'ldiki, Quyosh Abu Ishoq qamar. Quyosh bu dunyoni yuritib nur chachirdi. Oymi dunyoni qanaqa yuritdi. Shuningdek Abu Ishoq o'z vaqtiga xalifami dunyoni adl adolatda yuritgan deb shoirning tuyg'usida xuddi ziminga quyoshdan oyning qanday ahamiyati, foydasi yetayotgan bo'lsa, Abu Ishoqmi shunday ziminga, jamiyatga, kishilarga shunday yaxshilik qilyotdi degandek bir xil tuyg'uda ishni bir qator atf keltirayotgan bir she'r bor. Thalathatun tushiqu ad-dunya bi bahjatiha shamsu ad-duha va Abu Ishoq wal qamaru. Amaliyotda munosabati bo'lmasligi kerak, lekin shoirning tuyg'usida Abu Ishoq shunchalik esil odamki, shunchalik jamiyatga foydali ahamiyatli ishlarni qildiki, u oy quyoshga o'xshab ketdi boshqalarga ahamiyat nur berishda, boshqalarga foyda yetkazishda. Shu nuqtadan uning xiyoli, uning tuyg'usi shuni bir yerga tezalatdi. No'g'anda ikkinchi jihat jamiani degan tuyg'u jihat jamiasi. Yoki o'sha ikkisining tasavvurini o'tirdi tozaliq bor. Tozaliq bor narsa tuyg'u davomli tepib kelaydi. Davomli tepib chiqadi. Masalan, bizning tuyg'umizda oq-qora, iymon kufri, shunga sifatlangan oq-qora, mu'min kafir. Yoki shibhi, yerim tozaliq, nisbiy tozaliq va osmon, zamin birinchi, ikkinchi deganda. Chunki bizning tuyg'umiz ikki zid narsani va shu ikki zid narsaga o'xshabroq ketgan narsalarni ikki mutadoyif bog'langan narsa uni o'zgarlaydi. Men sen sinizgan bo'lsa, yo'q men urug' deymiz. Nima uchun urug'san desa, voy samadim deymiz. Igizgan bo'lsa, desa sendan pakadman chiqib, sen pakagan olsa igizdan igizgan, mana bir xilotga munosabat bog'lanib turdi bizning tuyg'umizda. Shunga siz zid narsani ko'ngilga kechishda zid narsadan eng yaqinligini topa olasiz. Zidlar eng tezgir odamning kallasigacha ma nuqtadan tuyg'umiz nurg'un o'xshamaydigan narsalarni o'xshaydigan narsalarni o'tirg'a chiqarib, o'tirg'a munosabat bog'laydi. Shu munosabat bilan ikki jumlani bir yerga akilib atf qilib bo'ladi. Bu bir.
Üçüncü cihe camiye hayali olup fantazilik. Yani ikisinin oturda xiyalda keçken bir seliştiriş var. Bizning xiyal fantaziyamizda ötüp ketken, sabıqdagini ötüp ketken bir taqarun, münasebet, yıkılış, yani seliştiriş var. Onun sebepleri xilma-xil. Çünkü bizning xiyolimizda isbotlangan narsaning hammasi sirtdan shu xiyolimizga kelgan narsalardan. Buningda shuningga yetib kelgan usul va takrorlanadigan usul bo'yicha isbotlanadi. Endi usul sebepler insonning o'tirida bir xilda bo'lmag'achqa, valamma lam takunul asbab sebepler insonlarning orasida bir xil bo'lmag'achqa, insonlarning xiyolida sabit bo'lgan surat ham ra'ilnish, ro'shanlik jihatdan emas bir xil emas. Shu ba'zida cho'nqur nimaga ega, fantaziyli xiyolga ega. Har xil narsalarni tasavvur qiladi, har quloqlar, burunlarni chiqarib, bu kichik yo'llar demak, yaxshi bunday fantaziylik tuyg'ular. İnsanın o'xshamaydi xiyoli. Masalan, rassomlarning har xil fantaziyli xiyollar olib, har xil fantaziyli suratlarni siza oladi, har xil narsalarga o'xshata oladi. Yo'q yerdan bir xil ko'rinishlarni chiqara oladi, masalan. Bularning hammasi şeyler bilan şeylarning o'tirdigan munosabatni bog'lay olish, tafakkurga munosabatli ishlar. Mana shu nuqtadanmi ikki narsaning o'tirini munosabatini chiqarib eng ojiz bo'lsa-mu, mushadni tutib turib cihe camiye bar yok da bir işki cümle oturduğunda kandan kalıp bağlı buludu. Bulup bu ilmi maani ügenmekçi olan adam, ilmi maani ügenmekçi olan adamның muşu penge, muşu hayal fenige pek köp artıqçılık var. Yani fadlul ihticac fi hadal fan ile tenabbuh li enva'il cihadil cami ve marifetuha. Muşu cihe camiye işki cümle oturduğunda bağlayalaydıgan muş münasibetlerinin türü ve onu tunuşqa, dikkat qilishqa bakilmisi va ehtiyojı var. Xususan mushu naw'al xiyali fantazi. Çünkü qancha tasavvur ishqan siri narsalarni o'tirdigan munosabatda shuncha ko'p bog'liq bo'ladi. Andan keyin tizib akilib jumla keltirib bo'ladi. Gap qamlashadi shu vaqtida. فإن جمعه على مجرى الإلف والعادة بحسب ما تنعقد الأسباب في إيداء الصور في الخيال. Çünkü ularni örf adet boyunca bir yerga akilish dal xiyaldagi suratlarni qo'yishdagi sabablar chigilish ahvoli qarab bo'ladi. Bizning tasavvurimizda qanday shakllansa, biz shu bo'yicha bu jihat jamiyalarni bir yerga yig'alaymiz. Undan keyin bizning tafakkurimiz qancha cho'ng bo'lsa, shaylarning o'zaro munosabatini qancha cho'ng bog'lay olsak, bu shaylarning bu munosabatini biz iboratlarimizda, jumlalarimizda ifodalayalaymiz. O'tirdagi munosabatni chiqarib turib bo'lmasa ifodalay olmaydi. Tamam, endi shu gap tugidi. Oxirida Abturning deb qo'ydigan bir qiz muhim gapidan birisi, biz hozir atfi babida, buni biz nahviy so'zlab ketgan bo'lsakmi, biz jumlalarga atf qilishda bunda bir diqqat qilgan mana nuqtalar. Eng go'zal ahvol jumla ismiga atf qilsak, jumla fe'liyan jumlaga atf qilsak, bu eng go'zal Abtur shunda vaslining go'zal o'rinlarining qatoridan birisi, ikki jumlaning ismi fe'lilikda mas kelishi, ikki fe'li jumlani bizga qilgan vaqtda modi mudorilikda qanday qilish, mas kelish, eng go'zal ahvol imkon bor birisiga atf qilmoqchi bo'lgan jumlalar ma'tufun alay jumla ismi bo'lib qolsa, ma'tuf jumla ismi bo'lsin, ma'tufun alay jumla fe'li bo'lsin, bo'lsa fe'li bo'lib mazi bo'lib qolsa, bu mazi bo'lsin, mudori bo'lsin, bu mudori bo'lsin. Illa ki endi xuddi biz ilgirki darslarimiz degandek muqtadoi zohiridan chetnab chiqib, ba'zi g'ayriy ma'nolarni, alohida ma'nolarni ifodalamoqchi bo'lgan vaqtida başka şekilde çapını kirgizib yoki shuni o'rinda ifodalash ahvollarimiz vardı. Şu maqsad, şu munosabat yoki şu xil ifoda tufaylidan andaki jumla ifodalashda g'ayri shaklda yoki ta'tir olmash shaklda keltirsak, u vaqtida bu alohidalik bo'ladi. Ammo u nuqtalarni ko'zlamay, u nuqtalarni u yerda singdirmay biz qilinmaganlik, unutib qolganlik, sal qarg'anlik tufaylidan jumlalarni o'zaro bir-biriga atf keltirishda, shu mozining moziga, mudorining mudoriga, ismining ismiga, fe'lining fe'liga bo'lishga ahvoliga diqqat qilmasak, bu balog'atsizlik. Shu vaqtda illa lekin bir ma'ni tufaylidan. Qanday ma'ni u desa, u ikkisining biridan tajaddud, yana biridan subut ifodalanmoqchi bo'lgandek, masalan, undan boshqa munosabatlar ve ondan başka bo'lgan jumla ifodalamoqchi bo'lgan mazmunlar tufaylidan ikki jumlaning shakli, ismi fe'liligi, modi mudorilikqa almashib ketib qolsa, o vaqtda go'zal bo'ladi. Ammo uni nuqtani o'ylamay, xato, kamchilik, sahvalik tufaylidan keltirib qo'ysak, bu bizning balog'atimizga ta'sir etadigan ahvol bo'ldi. Bu nuqtaga diqqat qilsak bo'ldi demak. Endi shuni bilan fasl vaslining mazmunlari tugadi.
Endi biz bugungi dars asosli ikki jumlaning o'ttirini bir-biriga bog'lash haqida so'zildi. Mush munosabat bilan bir muhim gapdan birisi bor. Endi biz arab til grammatikasini o'qigan vaqtimizda jumlaning qurilmasini bahs qilgan vaqtimizda jumla odatda ikki so'z turkumidan biri keldi. Masalan, Muhammad Talibga o'xshash ikki xabar bo'lib, ba'zida xabar bilan yakka holatdan jumla, shibhi jumla holatlarga taraqqiy qilgan ahvollar bor. Jumlaning mubtadaning xabari, ba'zi jumla ismiya, ba'zi jumla fe'liya, ba'zi shibhi jumla bo'lib, mubtadaning xabari bo'ladi. Sifat mavsuf desakmi, yakka asli, rajulun alimunga o'xshash. Ba'zi sifat yana yakkilikdan halqib chiqar, jumla fe'liya sifat, jumla ismiya sifat, shibhi jumla sifat deb mandag'im bo'ladi. Endi hal babına kelgan vaqtimizda hal mo aynen shunday bo'ladi. Hal zulhalga nisbatan xuddi mubtadaning xabariga o'xshaydi, mavsuf musbitiga o'xshaydi. Ma'ni jihatimiz bir gap, men nechalar dedim buni dars jarayonida. Mubtadaning xabari mubtadadagi ma'lum bir ish harakatni bizga ifodalab turadi, ma'lum uqumni ifodalaydi. Sifatning mavsufdagi ma'lum uqumni ifodalaydi. Hal zulhaldagi ma'lum uqumni ifodalaydi. Farqlanadigan tarafi mubtadaning xabari, mubtadaning asosiy ish harakatini ifodalamoqchi bizga. Sifat mavsufdagi asosiy bir uqum, asosiy bir holatni ifodalamoqchi bizda. Ammo hal zulhaldagi asosiy ish harakatlar emas, yonda qo'shimcha ish harakatni, ya'ni yondan kelgan ish harakatni ifodalamoqchi. Chunki zulhalning haldan boshqa yana bir ish harakati bor, shu jumlaning o'zida. Ma tarafidan sal farqlanadi. Tamam, bu taraf tutsin, ammo bu yerda bilmoqchi bo'lgan bir nuqtaki, mayli mubtadaning xabari, mayli mavsufning sifati, mayli zulhalning hali hammasi o'xshash xarakterdagi bilaklar. Ya'ni bular o'zidan ilgiriki xabar mubtadadagi sifat mavsufdagi hal zulhaldagi ma'lum ish harakat, ma'lum holat, ma'lum shakllarni, ma'lum uqumlarni bizga datamoqchi. Shu o'xshash o'g'achqa biz boshdan qaytadan bir qarab chiqaylik. Mufrat bo'lgan vaqtida mayli mubtadaning xabari mubtadasi bo'lsin yoki mavsuf sifati mufrat bo'lsin, yoki zulhalning hal biliki mufrat olsun, taq so'z, yakki so'z bo'lgan vaqtida bu yerda faqat masl chiqmaydi. Chunki yakki so'z yolg'iz ma'ni ifodalamaydi, boshqalarga bog'lanib turib ma'ni ifodalaydi. Ammo jumla bo'lgan vaqtida jumla bir mustaqillik ega bo'ladi odatda. O'zi bir butun mustaqil ma'no ifodalaydigan bir birikmada u. Unda bo'lgandan keyin bu o'zi mustaqil bir ma'no ifodalaydigan birikmani yana bir narsaga qo'shadigan ma'no jihati shunday bir bog'lanchi bo'lish kerak. Shunga mubtadaning xabari jumla bo'lib kelgan vaqtida, yoki shibhi jumla bo'lib kelgan vaqtida, mavsufning sifati jumla shibhi jumla bo'lib kelgan vaqtida, asosli jumla deyiladi, şimdi shibhi jumla hisobda jumlaga hisobchan jihatdan va zulhalning hal biliki jumla bo'lib kelgan vaqtida mushu halni yoki mushu xabarni yoki mushu sifatni oldidagi mubtadaga, mavsufga, zulhalga bog'laydigan bir dona bog'lanchi kiradi. Yuqorqi mubtada xabar, mavsuf sifatlarning hammasida asosan domir orqali bog'lanadi. Ya'ni keyingi jumlaning xabar bilan qo'ygan jumlaning, sifat bilan qo'ygan jumlaning, hal bilan qo'ygan jumlaning mazmunining bir tarafi ilgirisidagi mubtadaga yoki mavsufga yoki zulhalga bog'lanadi. Bu nuqtada domir bilan qanday qiladi? Bog'lanadi. Ammo halda yuqoridagi mubtada bilan xabar, sifat bilan mavsufda yo'q bir yana ahvoldan birisi. U o'simi hal jumlaga vaqtida zulhalga domir orqali emas, balki vav orqali qana qilish bog'lash. Bu vav biz bugun ikki jumlaning o'rtini bog'laydigan bir to'g'rilik so'zlik emasmi? Bugun oldingi darslarda dal shu yerga ozroq o'xshab ketgan bo'lg'achqa, shuning oxirida taznib deb qaranglar, nega olib tur. Taznib, ya'ni agashma, qo'yroq degan ma'noda bu. Shuning bir to'liqlimi so'z sifatida olib tur akab qo'ydi. Shuni hozir so'zlaymiz. Endi gapga kirishdan ilgari biz avval bir narsani muayyanlashtirib olaylik. Hal degan nima? Hal ma'lum ish harakat yuz berayotgan vaqtida shu ish harakatining egisi yoki qaratilma obyektidagi ikkinchi holatni ifodalab turadigan bo'lak. Dakhalal ustaz yadhak desa, ustoz kulgan peti qana qildi, kirdi. Dakhalal ustaz yadhak, ustoz kulgan peti qana qildi, kirdi desa,
Ustozda ikki xil ish harakati bor. Birisi asosiy ish harakati, daxala. Yana birisi shuningga qo'shimcha yuz bergan bir holatni ifodalaydigan ish harakatga yadhak. Ikki ish harakati bor. Holat dal ikkinchi ish harakatni ifodalaydigan jumlaning biriki holat bo'ladi. Endi bu holat nahviy ulamolar unga bek ahamiyat vermaydi. Balog'at ulamolar nazarida ikki grup bo'linadi. Birisi muqim holat, yana birisi yo'tkilishchan holat. Muqim holat deganimiz u ish harakatini qilishdan ilgirmi va keyinmi maholat u odamdan o'zgarmaydigan bir holat. Maholat uningdan o'zgarmaydigan bir nima holat. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyya desa, arabiyya anzalnahu yani anzalnahu hu domirining holati, Qur'onni tushirgan vaqtidagi holati, Qur'on muqim arabcha o'zgarmaydi u, to'xtab qoldigan ish harakat emas. Buni biz holi muakkada deymiz. Bu bizning bugungi bahsimiz emas. Biz bu to'g'riliq so'zlamaymiz. Yana bir holat qanday holat zaman hol muntaqila. Muntaqil yani nima desa, yangilanib turadigan, burun yo'qdi, keyin paydo bo'lgan, keyin paydo bo'lgan bo'lsa to'xtab qoladigan. Masalan, daxalat ustoz yadhak desak, ustoz burun kulmagan. Mushu kulishda kulmagan. Kirgan vaqtida kulib kirdi. Ha, davomli kulmaydi-da to'xtab qoladi-da u. Demak, bir paydo bo'lib to'xtab qoladigan ish harakatni, ya'ni tajaddud ish harakatini biz nima deymiz? Hol muntaqil deymiz. Bizning bugun bahs qilganimiz bu bir. Bundan cho'g'an oqmu bu birisi. Ikkinchisi, qayta ta'kidlab qo'yay, hol 4 xil bo'ladi. Birisi mufrad hol. Daxalal ustoz dahikan. Ikkinchisi jumla fi'liya hol. Daxalal ustoz yadhak. Üçüncüsü cümle ismiye. Dakhalal ustaz ve huve yadhak. Dördüncüsü dakhalal ustaz fiddihki. Mesela fiddihki. Bunda şekilde yani şibhi cümle şekilde keladi. 4 xil holat bo'ladi. Men bayatning 4 xil jumlani misol keltirish jarayonida va huwa yadhak da bir jumlani keltirib qoldim. Qolgan jumlalarning hech qaysida u keltirmadim. Ammo mufradda u keltirmay bo'pti. Chunki taq so'z deganni ilgirki jumlaga bog'laydigan hech qanday bir sabab yo'q. Ammo jumla olgan vaqtda jumlaga mustaqil bir narsa bo'lg'achqa oldidagi bo'lakka bog'lanmasa ma'no bilan chiqmasligi tabiiy. Chunki u mustaqil bir jumla. U yerda men nima keltirmadim, o keltirmadim. Ammo va huwa yadhakni nima keltirdim, o keltirdim. Nima uchun endi bu yerda? Bu yerda bir masala chiqadi. Ya'ni holat jumlalarning hammasida o kelmaydi ekan. Ba'zida o qildigan holat bor ekan, ba'zida o qildigan kelmaydigan holat bor ekan. Dal bizning bugungi darsimizda so'zlaydiganimiz shu bo'ladi. O keladigan va o kelmaydigan holatni tafsiliy ayıraymiz. Yani holat jumlalar o'zining egisiga, sahibul holga vav bilan bog'lanadigan yoki vavsiz bog'lanadigan holatlarni so'zlaymiz bugungi darsda. Yani darsning mazmuni boshlashdan ilgari yana bir deb qo'ydigan gaplar, holat jumlalar mazmun jihatda butunlay bog'lanadi yo bog'lanmaydi. Buni biz odatda kitobda zulhalning damiridan xoli emas deb bundaq ifodalaymiz. Asosli ko'proq so'zlaydiganimiz bog'landigini, bog'lanmaydigini uning holatini ayt, az, ahvollari az. Ana o'z kitob qaraylik. Abdur gapni qanday boshladi? Tazlib kalamun fil jumlatil haliyya. Yani bu bir agashtirma ki xotima degandek ma'noda, tazlib quyruq degan ma'noda emasmi? Yani cümle holat jumla haqidagi jumladagi gap holat jumla haqida. Hol ikki turli bo'lib, birisi hol bi itloq. Bi itloq degani hol muntaqilin demakchi. Men bayat tushunganim shu. Jumladagi buning aslisi şu odamni tepiladigan sifat jariyya degani şu odamni tepiladigan sifatlarning ichidagi muqim bo'lmagan sifat. Ana tug'ilishidan o'lguchi turadigan sifat emas. Yoki uzun muddat davom etadigan sifat emas. Bo'lib to'xtaydigan sifat. Ja'a Zaydun mashiyan desa, mashiyan jumladagi Zaydning holati menatqa vaqti kelgan vaqti menat keldi, kapos to'xtaydi u ahvollar. Balki ikkinchi qatim mashinada kelishi mumkin. Masalan, bu muqim sifat emas. İkincisi hali muakkada deymiz. Cümledeki bunun aslisi bu muqim sifat bo'ladi. Ilgari shunda, hozir shunda, keyin shunda. Inna anzalnahu Qur'an arabiyyan deganek bayat darsining beshida, bayatning shuni so'zlashdan oldida men sizlarga buni tushuntirdim. Endi bizning bu darsda hozirgi vaqt so'zlaydiganimiz hol muntaqilning ahvoli. Holi muntaqilning ahvoli vavsiz bo'lish. Endi chekkan vaqtni ozroq to'xtayman yana. Men avval sizlarga darsning mazmunini bir ra'lat beray. Holat jumlalarda vavning kelishi 5 xil bo'ladi.
Ma'nisi avval kalam tutilama. Holat jumlalarda vovning kelishi 5 xil bo'ladi. Holat jumla zulhalga ergishib kelgan vaqtida o'tirg'i vov kelish kemaslik ahvoli necha xil bo'ladi? 5 xil bo'ladi. Birisi vov kelishi cheklangan ahvol bor. Fe'l mudori musbat kelgan vaqtida. Dakhala al-ustaz yadhak. Bayan misol dedim buni. Bu yerda vov kelsa butunlay xato. Ya'ni hal jumla fe'l mudori bo'lib musbat bo'lgan vaqtida vovning kelishi xato. Bu bir. İkincisi holat jumladagi mubtada zul halga qaytadigan damir bo'lib qolgan vaqtida vovning kelishi vojib. Bu ikkinchi o'rin. Dakhala al-ustaz va huwa yadhak. Va huwa yadhak holat jumla huwa jumlaning mubtadasi, ma mubtada damir bo'lib ustozga qaytadi. Bu yerda vovning kelishi nima? Vojib. Bu ikkinchi o'rin. Birinchisida vov chekilgan bo'ldi. Ikkinchisida vov vojib bo'lgan bo'ldi. Üçüncüsü vav kasi yaxshi, lekin ko'pincha kelmaydigan. Bunday bir holatlar bor. Vav kasi yaxshi, lekin ko'pincha qanday qilmaydigan, kelmaydigan. Ya'ni mubtada, normal mubtada, damir emas. Mubtada normal mubtada, lekin nima emas, damir emas. Qanday chaqda desa, bu vaqtda kasi yaxshi, lekin nimishqa ko'pincha kelmaydi desa, ko'pincha vaqtda mubtada damir emas bo'lgan vaqtida xabar mubtadaning oldiga o'tib qoladi. Bu bir bunda holat. Ikkinchisi ma jumla ismiya bo'lgan, mubtada bo'lib keladigan ma holatining oldida yakki mufrat holatning birisi kelib qoladi. Bu necha ikki o'rinda vav kas yaxshi, lekin ko'pincha kelmaydi. Ko'pincha vav kelmaydi. Qayta. Uchinchi o'rinda vavning kelish yaxshi, lekin ko'pincha kelmaydi. Qanday chaqda desa mubtada kaynida xabar oldida kelib, ya'ni mubtada muaxxar, xabar muqaddam bo'lgan jumla holat bo'lib kelsa, bu bir. Ikkinchidan jumla ismiyadan ilgari mufrat holatdan birisi kelsa, vav kas yaxshi, lekin kelmaydi ko'pincha vaqtlarda. Bu uchinchi o'rin. Eson tutadigan saboqdoshlar, kitobdan sal turib hammaning o'rnini topamiz. To'rtinchisi vavni tashlash vojib. Nima? Tarjih, murajjah, kuchli. Bu tashlanish yaxshi. Qanday chaqda desa, hal jumla mubtada xabarlik jumla bo'lib, mubtadaning oldida vositalardan biri vosita kelib qolsa, ya'ni inni deymiz, kana deymiz, qanday narsa birisi kelib qolsa, vovning tashlanishi avla. Bu netin to'rtinchisi. Beshinchisi tashlisimi bo'ladigan vovni akasimi bo'ladigan holat. Yuqori so'zlagan holatning boshqa holatning hammasi, ya'ni fe'l mudori manfi bo'lib qolsa, yoki fe'l mudori musbatdi, manfi amdi mazi bo'lib qolsa, mushkil holatda ma vav kasim bo'ldi, kamsim bo'ldi. Kallangni men tizib olingman. Qaytib birdamda yo'q. Birinchisi vovning kelishi vojib, fe'l mudori musbat bo'lgan vaqtda. Ikkinchisi vovning kelishi cheklanadi, yana xatolashibman. Vovning kelishi cheklanadi, fe'l mudori musbat bo'lgan vaqtda. Bu bir. Ikkinchisi shu hal jumladagi mubtada damir bo'lib, zulhalga qaytgan damir bo'lib qolsa, vovning kelishi vojib bo'ladi. Uchinchisi mubtada odatdagi damir mubtada emas, normal mubtada. Xabar oldida mubtada keyin bo'lib qolsa, yoki mushu mubtada xabarning oldida mufrat holda birisi kelib qolgan ikki holatda vovning kelishi avlo, lekin ko'p holatlarda u kelmaydi. Bu bir. Uchinchisi. To'rtinchisi vovning kamasiga avlo mubtada xabarning oldida bir vosita kelib qolsa. Beshinchisi hal jumla fe'liya bo'lib, fe'l mudori manfi bo'lib qolsa yoki modi bo'lib qolsa, vovning kelish kamasiga o'xshash. Mushunda 5 holatda hal jumla zulhalga vav va vavsiz holatda bog'lanadi. Abdur mushini ifodaladi oxirigacha bugungi darsda. Endi ma'noning aloqa tartib, shakl jihatda sizlar qulay bo'lsin uchun oldi bilan darsning boshida men sizlarga bir labbayda mush 5 ni biz darsning boshida mush 5 ni qana qila olamiz, tepib ola olamiz. Unda o'z qaranglar. Davlat Abdur hali muntaqilning aslisi vavsiz bo'lish. Nimishqa? Chunki u ma'nida sahibi bo'lgan bir hukm xuddi mubtadaning xabariga o'xshaydi. Va sifatga o'xshaydi, na'atiga o'xshaydigini, mavsufning sifatiga o'xshaydi. Mubtadaning xabari mubtadagi bir hukmni ifodalaydi, mavsufning sifatiga bir hukmni ifodalaydi, holimiz loliga bir hukmni ifodalagan bo'lg'achqa vosiz kelish kerak. Xuddi xabar mubtadadan o'lan ayrilmagandek, sifat mavsufdan o'lan ayrilmagandek. Lekin
Muşu ahval hal cümləyə vaxtı xilaflıq qılındı. Əmdə xəbər cümlə olub qalsa, sifət cümlə olub qalsa da yox, olsuz gəlməyi, olsuz kelidir. Damir ilə bağlı. Amma halət cümlə olub qalğan vaxtda dəl qarışıq kelidir. Nimişqa? Çünki hal mazmun ifodalashda mustaqil bo'lgan tarafdan. Min haysu hiya jumlatun mustaqilla bil ifada. Ma'ni ifodalashda mustaqil jumla bo'lganlik nuqtadan o'zini, shuni zul halga, sahibul halga bağlaydigan bir narsaga ehtiyojliq. Mayli damir olsun, vav olsun, bağlashga yaraydi. Bu gap tushunishlik hammalarning bor gap bu. Asli damir nimishqa mufrad holda, xabarda, sifatlarda shu damirga to'xtalganlikni dalillarligini xabar cümle olub qalğan vaxtda mubtadaga damir bilan bağlanıdı. Sifat cümle olub qalğan vaxtda mavsufqa damir bilan bağlanıdı. Mufrad holatda mushzu halni damir bilan bağlanğan başqa asli damir asli. Endi damir yaranmaydigan, bulamaydigan yerdə ondan keyin vavga ehtiyojimiz bor. Tamam. Endikilli halat olib kelgan jumla va jumlatul waqi'a halan halat olib kelgan jumla sahibining damiridan xoli bo'lsa, degani butunlay munosabat yo'q, lekin biz bağlamoqchi. Halat cümle zulhaldan bütün münasebet yok başka gap. Lekin biz aş başka gapni halat zulhalga bağlamak olsak çok vol kirishni bo'ladi, vacib bo'ladi. Biz so'zmak cho'g'ayamaya emas yana. Biz so'zmak cho'g'ayamaya emas. Chunki 90% jumla juhal jumlada bundan kelmaydi. Cho'qim munasaba zimirdan xoli degan gap emas o. Ya'ni halat jumlaning butunlay aloqasi yo'q degan gap. Aloqasi yo'q narsani bağlamoqchida biz bu intayin az holat bu. Intayin az holat bu. Endi damirdan xoli bo'lgan har qanday jumla hal shuningdan kasb bo'ladi. Hal kelish to'g'ri bo'lgan damirdan xoli bo'lgan har qanday jumla uning hal o'ptisi bo'ladi, qanaqa vav bilan bo'lsa. Illaki mudari musbat bilan boshlangan vaqt u boshqa. Jaa zaydun va yatakallamu amrun desa, va yatakallamu amrun desa, yatakallam degan fe'l amrining fe'lisi u. Demak, bunda holatda cho'qim bizni bilan kelamiz, vav bilan kelamiz. Bo'lmasa, o'la baqla amirning so'zlishi bilan Zaydning kelishining ne munosabati bor? Hech munosabat yo'q. Ana munosabat yo'q gapni kelib biz shuni bog'lamoqchi bo'lganligini vav bilan kelish kerak-da. Biz inshaalloh sal turib jumladagi bog'liq munosabatni so'zlaymiz. Limasa ya'ti min anna al-irtibat mustazil jumla. Cho'qim ma jumlaga o'xshash jumlalarning hammasining damir bilan bo'lishi kerak deb fikirdi qatorida. Shu hozir debatda men sizlarga, chunki bu jumla mustaqil bir jumla. Mustaqil jumlani bir narsaga bog'lashni o'tirib bog'lanchi bo'lishi kerak-da. Tamam, bu gap tugadi. Bu mu ko'p emas. Eng ko'p yerlar ma'lum. Ammo agar hal bo'lib tushgan jumla sohibining damiridan xoli bo'lmasa degani holat jumla bilan zulhalning munosabati bor. Mishakalik muhim. Endi mashta jumlani uzangli bir tasavvur qilib baqma, qancha xil bo'ldi, 2 xil bo'ldi oldi bilan. Jumla ismiya, jumla fi'liya. Anlama. Jumla ismiya ya oshkor ism bilan keladi mubtada. Biz adat mubtada ishga bilamiz ya damir bilan keladi. İşki guvadi. Cümle ismiyaning mubtadasi ya oshkor ism keladi yoki damir keladi ishki. Jumla fi'liya ya madi bilan keladi ya musbat bilan keladi. Mudari bilan keladi. Mudari ya musbat bo'ladi ya manfi bo'ladi. Mazi qanday o'z bo'laveradi. Mushtaqil bir nechaga bo'ldik ya buni hamda. Ya'ni jumla ismiya deb bo'lib mubtada oshkor ism bilan kelgan mubtada yoki mubtada damir bilan kelgan mubtada. Jumla fi'liya deganlar madi, mudarini manfi, musbat deb tarmoq-tarmoqqa bo'ldik. Endi mush buncha ayrimizdan qaranglar. Agar fi'li bo'lib, fil mudari musbat bo'lib qolsa, vavning kelishi cheklanadi. Men bayatning 5 turlik holat jumlaning ahvolini degandim. 5 turning birisi fil mudari musbat bo'lib qolgan vaqtda vavning kelishi cheklanadi. Wala tamnun tastaksir. Endi vavning kirishi cheklanmaydi degan gapni biz ne qarab chiqamiz desa, mufrad holatga qarab chiqamiz. Mufrad holatda ikki xil narsa bor. Mufrad holatda, masalan, dakhalal ustoz dahikan degan mush jumlaning o'zida dahikan holat emasmi? Mush dahikan holatda ikki o'qim bor. Birisi kulish degan ish harakat, kirish degan ish harakat bilan teng yuz berdi, muqorini bor. Teng yuz berdi, bu bir. İkincisi tajaddud var. Yani muqim bo'lmagan bir sifat var degani maktablarda ifodalaydi. Yuz bergan ish harakatning birisi borki, kuldi u. Kulish degan ish harakat yuz berdi va teng yuz berdi. Mufradning alohidligi shu. Mufradda mush ikki xil alohidlik bor. Mufrad vavsiz keladi. Endi mush ikki xil alohidlik boshqa mufrad emas, yakka emas. Holatlar bilib qolsa, xuddi mufradga o'xshash vav kelmaydi. Endi yadhak qaraylik. Fil mudari musbat bo'lgan qarasak, fil mudari musbat.
Birisi pil o'g'achqa hudus chiqdi. Demak, hudus barkan, sharkat yuz berish barkan, birisi tepildi. Fil mudori o'g'ach, fil mudori degan hozirgi zamonni ifodalaydi, kelgusi zamonni ifodalaydigan o'g'achqa hozirgi zamonga yaraydi, tang yuz berdi. Nima bo'ldi endi bu? Muqorin bo'ldi va nim bo'ldi, hudus bo'ldi. Ikkisi xuddi yakki holga o'xshash ma'no chiqqan bo'g'achqa yakki hol vovsiz keladi. Bu mushunga vov kelish nima? Xato cheklanadi. Shunda da chunki ashuna deyishimiz, chunki holning asli mufrat holat, asli yakki holat. Yakki holat muqim bo'lmagan bir sifatning hosil bo'lgan ifodalaydi, sharkatning hosil bo'lganini ifodalaydi va muqorin degani shu husul shu hol qayd qilingan narsaga holdagi omil pil demakchi. Ash pilga muqorin holat dedi. Muqorin degan tang holat. Masalan, holat jumladagi yakki holatdagi ifodalanayotgan sharkat shu jumladagi omil va ya fe'l deydigan fe'ldan tang yuz bergan. Kirish bilan kulish tang yuz berganda, demak yakki holatda ixtilolaylik va endi fe'l mudori musbatmi ayni shunga o'xshaydi. Ya'ni o'zi muqorin, sharkatning yuz berganligini ifodalaydi, chunki u fe'l. Ham ikkisi muqorinki fe'ldan holat jumlada, holat fe'ldan chiqqan ma'no ayni bir vaqtda yuz bergan ma'no bo'ladi. Ama onunki muqim bo'lmagan sifatga dalolat qilishi, chunki u fe'l musbat. Musbat bo'lgandan keyin bir ishni qildi degan bo'ladi. Hudud tajaddud va hudus va ma'runda. Fe'l musbat tajaddud va adam subut dalolat qiladi. Hamma bilasizlar. Ama muqani dalolat qilishi mudor o'g'anlik uchun mudor degan halg'im yaraydi, kelgusi zamonga yaraydi. Demak bu yerda ham hudus va ham muqorin va holat zamonning ikkisini tang yuz bergan yeri va mufrat holatga tamamen o'xshag'achqa, mufrat holat nimasiz kelgan bo'g'achqa, vovsiz kelgan bo'g'achqa fe'l mudori musbatmi ham vovsiz keladi deydi. Tamam, shu gap tugadi. Endi o'quvchining birisi savol so'radi bizdan, fe'l mudori musbat bo'lib qolsa vovliq keldigan-ku, vovsiz keldigansa, ha desak, mana bir shayni uchratdim deydi. Ammo qumtu asqu wajhahu da bir gapdan birisi kelib qoldi. Aytgandagi she'rda falamma khashitu adafirahu ulan tirnaqni qo'rqdim. Najawtu va arhanuhum malika degan she'rga o'xshash. Qumtu asqu wajhahu lan. Qumtu asqu wajhahu dema uning yuziga birni qachatlab turib ketdim degan gap. Mavrunda va asqu wajhahu holat jumla deymiz. Vav holatning vovsiz keldi mavrunda. Fe'l mudori musbat bo'lib qolsa vav kelmaydi. Va najawtu arhanuhum malikadan ulan tirnaqni qo'rqdim. Malikni ularga go'raga tashlab birib qana qildim, qutuldim desa, arhanuhum ya'ni holat jumla fe'l mudori musbat vav keldi. Buni nima deysiz desa, qil ya dilindagi bu mubtadani tashlash asosida bo'lgan. Bu yerda va ana arhanuhum va ana askudab oldida mubtada va iboyatimiz 5 turning birida mubtada kelib qolsa, ya'ni nim bo'ladi, vojib bo'ladi degan to'q emasmi? Ya'ni qumtu va ana asku quz najawtu va ana arhanuhum degan bo'ladi. Dilinde yo'q. Birinchisi shos, ikkinchisi darurat deb bunda qutulganlarmi bor. Ammo Imom Abdul Qahir Jurjoniy deyotdi, "Hay, to'xtab turinglar. Bu yerdagi vav holat uchun emas, balki bu vav asl uchun. Aslida asukku arhanu deganlar sakaktu arham ma'nosida fe'l modi lafzidan mudori lafziga o'tkilishi biz darsdan boshida o'qigandek hikoya qilish uchun, holat hikoya qilish uchun mozi keltirishga tegishli bo'lgan jumla mudori holati keltirildi. Asli bu moziydi. Moziga atf qilgan gap bu. Qumtu va sakaktu wajhahu najawtu va rahantuhum degan ma'noda bo'ladi bu deb bunda ta'bir berdi. Qanday ta'bir bersa bizga nisbatan baribir. Ammo bizning asosiy maqsadimiz holat jumlalar zul holga bog'lanishda vav bilan qanchada bog'lanadi, qanday vav bilan bog'lanmaydi degan masala. Hozirda birini o'qidik arallah. Ya'ni holat jumla fe'liya bo'lib, fe'l mudori musbat bo'lib qolsa, vavning kelishi cheklanib bu bir. Gap boshqacha aytib ketamiz. Navtida kelgan qo'shimcha mazmunlarni qo'shimcha mazmun ustida tushunib o'tib ketsak bo'ladi. Asos mazmun bu. Ammo fe'l mudori manfi bo'lib qolsa, musbat bo'lib qolsa, vav kelmaydi ekan-ku. Manfi bo'lib qolsa, fe'l mudori nima bo'lib qolsa, manfi bo'lib qolsa, buningda ikki xil ish to'g'ri deydi. Necha xil ish to'g'ri? Ikki xil ish to'g'ri. Aslan qarang, ikki qo'l ostiga. Ammo fe'l mudori manfi bo'lib qolsa va ikki qo'l orasida va shuningdek fe'l mozi bo'lib qolsa, mayli lafzan bo'lsin, mayli ma'nan bo'lsin. Demak, mana ikki xil ahvol ostida. Birisi fe'l mudori manfi bo'lib qolsa, yana birisi mozi bo'lib qolsa, mayli lafzan mozi, mayli ma'nan mozi, qanday bo'lsin, mozi bo'lib qolsa, musbat bo'lsin, manfi bo'lsin. Buningda yajuzu fihi al-amran. Ikki xil ish to'g'rilik deydi.
Yani wow kasimi buludu, kamisi buludu. Biz bayat bunu nechinchi holatga tizgan, eng oxirgi 5-chi holatga tizgan mudori manfida va mozida. Mozi musbat yoki manfiy olsun. Qanday olsun, buning da ikki xil yo'l to'g'ri. Masalan, buning misoli Ibn Zakvanning qiroatida fastaqima va la tattabi'ani. Ibn Zakvan tattabi'ani o'qi, tattabi'ani. Mavrunda tattabi'ani fil mudari ikkilik bu musanna. ولا تتبعاني يضرب يضرباني degandek تتبعوا تتبعاني لا تتبعاني mavrunda fil mudari manfi o'qib qiladi mavrunda wow keldi ma bir qiraat amma normal o'qishda tatabi'anni o'qiydi bunda shaklda amma yana bir oyatda va ma lana la nu'minu billahi va ma lana degan jumladan la nu'minu billahi degan jumla wow bilan atf qilinadi wow bilan holat bilan bog'lanib kelmadi la nu'minu fil mudari manfi ma oyatda fil mudari manfi wow bilan bog'landi ma oyatda wow bilan bog'lanmadi demak fil mudari manfi holat o'tgan vaqtda wow'li kasm bo'ladi wow'siz kasm bo'ladi bu bir bu misollar nimish qodisa diqqat qilinglar biz wow'ning kelish kelmasligini mufrat holatga bog'lagandik mufrat holati ikki xil yani birisi udusva birisi muqorinva degandik ikkinchisi bo'lib qolsa boshqa holatlarda xuddi mufrat holiga o'xshash wow'siz keladi mayadicho wow kasm bo'ladi wow kamsin bo'ldi deb qarab boqayli udus bormi muqorin bormi desa udus yo'q chunki bu manfiy ama muqorin bor manfiy degan o'zigiz davomlashadigan narsa muqorin bo'ladi unda bo'lgandan keyin birisi bor birisi yo'q bo'lg'achqa birisi bor birisi yo'q bo'lg'achqa qanday bo'ldi u kasm bo'ladi kamsin bo'ladi shunda tutma adaptor muqorinni dalolat qilganlik uchun chunki u mudori shundami ammo hususizki hudus yo'q chunki manfiy al mudori o'zi muqorina ammo manfiy nima yo'q hudus yo'q birisi bor birisi yo'q unda bo'lgandan keyin İşkili soğan olsa o kemetti keskin. Birisi olmadan keyin o kesim bulunduğun, kemisin bulunduğun bir halet şekillendi bu orunda. Bu bir. Yine şunundek fiil madi menfi yoki ma'nan madi labzan mazi yoki ma'nan mazi yok qalsa. Labzan mazi yoki ma'nan mazi degani lam yazrib lam yaf'al shaklida kelganlar ma'nan mazi deyildi lekin buni da ham o kirsimi to'g'ri, kirmasligi to'g'ri. Masalan, anna yakunu li g'ulam wa qad balagani al-kibarda wa qad daf waw keldi. Bu yerda wow bilan keldi. Avval ja'ukum hasirat suduruhumda hasirat holat jumla wow kamdi. Bu yerda wowsiz keldi. Yana bir oyat anna yakunu li g'ulam va lam yamsasni basharda wow keldi. Fanqalabu bi ni'matin min Allah va fadlin lam yansashum su deganda nima keldi? Wowsiz keldi. Am hasibtum an tadkhulul jannata va lamma ya'tikum nima keldi? Wow. Demak film madi bo'lib qolsa, mayli musbat bo'lsin, manfiy bo'lsin, wow kasm bo'ldi ekan, wow kasm kamisi uchun bo'ladi ekan. Wowning kelishi nima uchun, kamasi nima uchun desa, yana shu mufrat holatdan chiqqan muqorana va hudus ikki xil ma'noga qaraymiz. Hudus bo'lsa, muqorana bo'lsa, wow kelishi cheklanadi. Ikkisining har ikkisi bo'lmasa, wow keskin keladi. Shunami ya? Nima? Keskin keladi. Birisi bo'lib birisi bo'lmasa, kasm bo'ladi, kamsin bo'ladi. Qarab boqayli. Endi wow'liq va wow'siz kelishning durustligidagi sabab bu yerda. Chunki u musbat bo'lgan vaqtda mudori madininki gibi, madi musbat bo'lgan vaqtida bu muqim bo'lmagan musbatga hosil bo'lgan. Chunki musbat değil. Chunki hudus bor o'rinda va uning muqorini dalolat qilmagan chunki madi degan muqorin emas. Muqorin hozir yuz bergan ifodalar shu ishga yuz berayotgan vaqtida, ammo u mudori madi o'tgan zaman yuz bergan hozir emas. Shunga muqorin yo'q. Tangmaslish yo'q. Şoğunlaşqa, mədə tangmaslışı olmasa qanday holat olurdu desa, tangmaslışı muqorin bo'lmag'achqa, hozir zamonda ifodalmagachqa hol bulanmaydi. Şoğunlaşqa qat oshkor yoki shu holatda qatlam bo'lish shart qilindi, holga yiqilmasin uchun va uning hol o'pishishi to'g'ri bo'lsin uchun deydi. Demak, qatni shart qilganlar ma'dining o'tgan zamonning isboti. O'tgan zamon degan gap muqorin yo'q. Hudus va muqorin yo'q. Shuningcha vakilisi bo'ladi, kiribisi bo'ladi. Ma'vo madi musbatning gapi. Ammo mazi manfiy dalolat qilsak, mazi manfiyda muqorin va usul yo'q. Manfiy degan gap shirkat yuz bermadi degan gap, ya'ni hudus yo'q. Ammo manfiy degan gap bo'lmadi degan gap ya, ishning bo'lmasligi davomlashadigan narsa. Hech qanday bir narsaga ehtiyoj yo'q. Bo'lmagan ishga davomli bo'lmaydi. Bu yerda muqorin va tang maslish va hozirgi davomlashish va muqorin va hudus yo'q. Men tushunishim yo'qmi? Bunda o'g'achqa birisi va birisi yo'q o'g'achqa shunga o kasm bo'ladi, kamisimi cho ham bo'ladi. Unda desa ba'zi savodashlarimiz deyishi mumkin. Lamma, lamga o'xshamaydi lamma.
Bu lemmanın meselesi dese, ama lemma olan menfi olan cümle kelsek, lemma istigraqni ifadaleydi. Lemmanın gayri menfi olan desek, çünkü o istigraqni ifadalayan ta hazır kadar davamızda tehici bolmadı depçi o. İstimrar tabii çıkıdı. Lemden çıkmaydıganız dese, ama lemmanın gayri menfi olan, lem yemsesemdeki ma o, ilgirki bir nefiga, dalalat tegmidi, çekilmidi dep ötken zamandaki hukumunu ifadaledi. Asli aşı hukumunun devam kılışı. Nimişqa? Devam kılışı asli. Şunun bilen mutlaq qo'ygan vaqtida muqanidalar şeyden chiqadi, musbatdan. Musbat deganda shakar yuz beradi, omilga ehtiyojlar. Manfi degan yo'qoldi. Yo'qolgan narsa degan bira uni paydo qilgan omil bo'lmasa, davomli yo'qolib turaveradi. Yo'qolib qana qilaverib turaveradi. Men yig'lashning bir omil kerak. Yig'lamadim desam, tabgan qadar yig'lamagan bo'laman. Chunki yig'lamadim-da men. Chunki uningga bir narsa ketmaydi. Chunki fe'lning tayinlanishi asli shakarning yuz berishdan ifodalashga bo'ladi. Buning ahvoli mundaq. Yo'q narsaning davomlashishi sababga ehtiyojli emas. Ammo banasining davomlashining aksicha. Manda bo'lgandan keyin lam yamsashum deb o'tgan zaman manfi bo'lgan bo'lsa, manfi narsa degan bir narsaga muhtoj emas, davomlashaveradi. Davomlashavergan deganda muqorin bo'ladi. Nega o'disi yo'q. Birisi bor, birisi yo'q bo'lg'achqa, shunga ya'ni vo kasim bo'ladi, kamisi bo'ladi. Bu bir. Tamam. Endi nechinchi so'zlab bo'ldik saboqdoshlar? Fil mudari musbatni so'zildik. Bu yerda vo'ning kelishi cheklanadi. Ikkinchisi biz vo'ning kelishi vojib, qanday yerda mubtada zulhal qaytgan damir bo'lgan vaqt degan. Uchinchisi vo kelishi avlo, lekin ko'p hollarda kelmaydi. Mubtada odatdagi jumla ismiya bo'lgan vaqt degan emasmi? Ashya keldi, kelayotdi. Amma agar jumla ismiya hal jumla ismiya bo'lib qolgan vaqtida mashhursi vovning tashlashning durustligi. Ya'ni mazi musbatni o'tgan mazmunning aksiyaki mazi musbatda nima husul ba muqorin yo'qdi. Jumla ismiyada muqorin ba husul yo'q. Chunki bizga subutni ifodalaydi. Kallamtuhu fuhu ilafiyya desa, buningda husul va nima? Subut va lekin muqorin yo'q. Muqorin ba yo'q, husul yo'q. Ya'ni harakatning hosil bo'lishi nima? Yo'q. Shu tufayli birisi va birisi yo'q. Birisi yo'q. Shunga buningdimi? Vo kasim bo'ldi, vo qanaqamisin bo'ldi, kamisin bo'ldi. Mana nuqta avval tushuninglarki, jumla ismiyada vo kasim bo'ldi, vo kamisin bo'ldi. Kelish vojib bo'lgan o'rinlarni biz alohida eskartamiz. Endi voning kirishi avvalo nimishqa subut yo'qlikka dalolat qilmaydi. Subut yo'q, subut emaslikka dalolat qilmaganligi degani subut chiqqanlik uchun. Jumla ismiyada subut chiqadi. Va uningda istinaf oshkor bo'lganlik uchun mustaqil jumla bo'lganligi uchun mustaqil boshlanadi. Chunki mazmunda mustaqil, istiqloliyat bil fa'il degan jumla mazmunda mustaqil bo'lganligi uchun. Anda bo'lgandan keyin munosabat kuchaysin uchun robitni kuchaytirish go'zal, degan joizlik masalasi. Ammo u yaxshiroq davotidi. Fala taj'alu lillahi dedi va antum ta'lamun deb va ular qanaqanday ifodalandi. Bu gap mana qilib qoldimi? Abdul Qahir gapining postkallasini taxmin qildi-maydi. A gap bek iniq emas. Biz bayat degan 5 turini tushunmaydi. Abdul Qahir gapining yemig'izini chiqaryapti. Davotidiki, Imom Abdul Qahir Jurjoni davotidi. Jumla ismiya olgan vaqtdagi ahvol bunda. Biz bayat jumla ismiya olgan vaqtda olib turib, va tashlasin bo'ldi, kasim bo'ldi, va uning kelishi avval deb qo'ydi ya. Yo'q, gap bunda emas. Mandaq davotidi Abdul Qahir. Mubtada hal egasining damir bo'lib qolsa, bayat emaslik deb degan uchinchisi. Mubtada hal egasining nimasi damir bo'lib qolsa. Nima? Ibodat masalasi deb degan ikkinchisi. Mubtada jumla ismiya bu holat jumla. Mubtadasi bir damir, nimaga qaytadigan, sulhal qaytadigan bo'lib qolsa, va uning kelishi vojib. Ja'a Zaydun va huwa yusri va huwa musri. Mandu vojib. Buni nechinchisi bayat 5 turlikni deb degan ikkinchisi. Endi agar alakat fi sayfun o'xshash qilinsa, alakat fi sayfun degan gap mubtada normal mubtada. Lekin xabar mubtadadan nima keyin. Oldida mubtada xabardan nima keyin bo'lib qolsa. Men bayatning bir og'iz gapni depagan, ikkinchi holatda mubtada zulhal qaytadigan damir bo'lib qolsa vojib, ammo undan boshqa yerda vovning kelishi avlo, lekin ko'pincha kelmaydi degandim. Vovning kelishi avlo, ko'pincha kelmaydi. Shunda o'tadi hozir. Agar holat jumla alakat fi sayfun o'xshash qilinsa, alakat fi sayfunda sayfun mubtada keyin keldi, alakat fi xabar nerda keldi, oldida keldi. Manda bo'lib qolsa, men bayatdan vovning kelishi avlo, lekin ko'pincha kelmaydigan yerda ikkisi bor degandim. Birisi mubtada keyinida xabar oldida kelib qolgan, ma o'xshab qolsa, yana birisi
cümle ismiye bo'lgan holding oldida yakki mufrat bo'lgan holatni biz kelganda mazmunning eng oxirgi qaranglar, kitobning eng oxiriga kama yahsun degani shu eng oxiridagi kama yahsunu tarku taratan ukhra. Yani bazı vaqtda vavni tashlash go'zal bo'ladi degani, vav ko'pincha vaqtda tashlanadi. Cümle ismiye mufrat bo'lgan holatning keyingi kelgan vaqtda ikki holat. Birisi cümle ismiye mubtada keyinde xabar oldida gap qolsa. Yani birisi normal cümle ismiye yakki mufrat holatning keyingi gap qolsa, ama ikki holatda vavning kelishi avla, lekin ko'p vaqtda qana qilindi, tashlanadi. Shunga turadi. Yani eğer o halet cümle alakat fi sayfanga o'xshash qilinsa, yani zarfni muqaddam qilib bir narsani holat qilib keltirilsa, xuddi ja'ani zaydun alakat fi sayfning so'zimizda bu vaqtida vavsiz kelish ko'p bo'ldi. Vavning kelishi avla, lekin ko'p. Avladagi gapimiz ras. Iboyatanga. Ma Abdurrahman o'zininki. Amadan aniqlab deyotdi. Avla olgan bilan, lekin vav ko'p kelmaydi. Masalan, "Ida ankaratni baldatun aw nakirtuha, kharajtu ma'al badi alayya sawadu." Meni bir shahar inkor qilsa, men uni inkor qilsam degan gap. Hozir kelishamisan bir shaharda, men qorong'uliq, shuna tushishigim, o'zimning bir putalik qushimni eliblam chiqib ketaman degan. Ma'nosi shu muhim emas. Alayya sawadu degan jumla ma'runda holat jumla. Mubtadasi sawad, alayya xabar. Mubtada keyinda xabar oldida kelib qoldi. Ma holatda jumla ismiya o'g'ach qilib kelish avlo bo'lsin, lekin ko'p hollarda u kelmaydi bu bir. Yani bu şairning so'zidagi bu yerdagi dalil kharajtu ma'al bazi alayya sawad degandagi alayya sawad vavsiz keldi. Tashlash bu yerda go'zal bo'ldi. Tamam, gap tugadi. Yine ba'zi vaqtda endi men yana bir qitim qayta eslatib o'tay, holat jumlalarning zulhalga vav bilan vavsiz kelish holati 5 xil ayirib bergandim men. Birinchisi vavning kelish chekilma fil mudari musatab qolsa, ikkinchisi mubtada damir olup, zulhal qaytgan damir olup qalsa va huwa yusri'u o'xshash vojib bo'ladi degandim. Uchinchisi jumla ismiya mubtada odatdagi mubtada bo'lib qolsa, vavning kelishi avla. Lekin ko'p hollarda tashlanadi. Qanday ahvol tashlanadi? Birisi mubtada keyinida, xabar oldida. Yana birisi jumla ismiya mubtada, yakki jumla ismiya bo'lgan holat, yakki holatdan keyin kelgandim. Hozir so'zlab qo'yganimiz shu. Ondan keyin to'rtinchisida vavning tashlanışı avla degandim. Bu qanaqa bo'lsa mubtada xabarlik jumla ismiy holat bo'lib, mubtadaning oldida bir vosita kelib qolsa, ya in, ya inna, kana, ka'anna degandek buna vosita kelib qolsa, vavning tashlanışı avla bo'ldi degan to'xtadi. Va yahsun. Yani kama kenene keldik. Ha. Ve yahsunu terku. Mubtadani tashlash yana go'zal bo'ladi. Ba'zi vaqtda mubtadaning o'zi bir harf kirib qolgan vaqtigina vosita kirib qolgan vaqt. Harflar emas. Nima kirib qolsa? فقلت عسى أن تبصريني كأنما بني حوالي الأسود الحوارد dese. Dedim ben belki sen beni görürse xuddi mening ballarım etrafımda xuddi nayti çapqın yol vaslağı o'xshash, intayin zil yol vaslağı o'xshash degandek bir xil ma'ni ifodalaydi. Qattiqliqi açıklangan degan ma'no. Açıklangan yol vaslağı o'xshash. Mujurunda كأنما بني حوالي الأسود الحوارد ma cümle halet cümle. Dedim ki kaşke meni aştağı haleti görüp kalsam, ballarım etrafımda, gazetlenleri yollasak tuğan vaktimi görsen, deyen gap. Mubtada beniye şu mubtada şu. Bunu aldığı kendine kep kaldı, ben de gayada onun kemesi ki evla. Yeni bir yerde kendine boğma kiriş boğmagan bolsa beniyege. Kalam bu olan güzel oldu. Bu kiriş gerekti. Bu kiltti. Bu kasi evla oldu. Lekin kendine kep kalıp verin. Bu kemedi. Yani birisi ahiriste ibayetin de boğan cümlem şu cümle ismiye mufrat haletin kin kep kalsa yani o taşlanırdı. Kiliş evla lekin köp haleti taşlanırdı diyendim baya. Bunun misal İbn Rumi'nin ki Wallahu yubqike lena salime. Allah seni bizgi sağ salamat kaldırıp koysun. Buradakisinin bir çapalların kaçı bizgi nispeten bir büyüklük ve uluğluk dedim şeyde. Müşurunda Wallahu yubqike lena salimen dinkin iki tane halet var. Birisi salimen buradaki tebcil ve ta'zim ikinci halet. Salimen bir halet, o bir halet. Buradaki tebcil ve ta'zim diye cümle ismiye halet salimen dinkin kelganligi uchun bunun bo'ldi. Xuddi salimanga ergashib, vovsiz keltirilish ko'p bo'ldi, lekin jumla ismiya o'g'achqa vovli kelish avlodi. Shuning bilan 5 xil holat, 5 xil ahvol, ya'ni hal jumlaning zulhalga vav bilan bog'liq boshqa ahvol tugudi. Kitap tüküyle benim bayatın depegenim tertip çarsal igizpes, lekin bayatın depegenimni yezdivelip, şu boyunca orunun tepkivasan mabulu. Çünkü başka kitaplarda şu boyunca elengen. Yani salimen demedi, güzel kalam,
vovni tashlash bilan go'zal bo'ldi. Agar Salim chiqib ketgan bo'lsa, shu vov bilan go'zal bo'ldi. Vallohu yubqigalana va burada katabda ta'zimda vov bilan kelish avlo bo'ldi, lekin Salim gap qilg'achqa tashlandi. Shuning bilan bizningki fasl babimiz va uning oxirisida bir xotimi shaklda keltirilgan holat jumlalarga vovning kirish-kirmaslik ahvoli tugadi. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.